Har doimgidek Murod akam trenddalar. Shu odam uchun like bosinglar, shu odam uchun, Murod akam uchun like bosinglar. Shu odam uchun like bosinglar. Iltimos, har doimgidek akam o'rtay. Hozir limuzin savdo bo'lyaptimi endi? Qizil savdo bo'ladi. Vazni 880 kilo dedilar. Shundaymi? Bilmayman, bo'lchagan aka. Bo'lchagan. Qancha Jahongir? Shuni 880 kilo dedilar. Limuzin. Nima dedi? Nech pul qildiz? 64 million. 64 million. Murod aka bir narsa deyin, siz pishirasiz. Yo'q, ishni bitta taqdim. Yo'q, 64 million bo'ldi. Beradi shunga. Bermasa o'rib torta olamiz. Ana endi alanga o'tdi. Ikkinchi chiqdi. Aka bunaqa qilib video chakka olib turadi. Endi taqdim olib. Be, jahon. Qilaman deydi. Be. Yo'q, bitta bo'ldi. To'ppa to'g'ri bo'lishmas. Muhammadjon jo'rachi qo'yib tashladi demadi. 500 ming olmish. Yo'q, aka. Ha, molni olib kelsam bo'ladimi? Molni kamga qilib kelsam bo'ladi. Shoshmanglar, qaymi? Pishirmay turinglar. Ketdi. Assalomu alaykum. Rustam aka, qalaysiz? Aka, sog'laringiz yaxshi, ishlaringiz yaxshimi? Mana bu mol 70 millionga baraka bo'ldi, sharalil. Videolar sahifamizga bor, kimdir ko'rmoqchi bo'lsa. Hozir mana shu limuzin savdo bo'lyapti. Mana orqa kengishlari. Taylantirib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, Tolib aka. Yaxshimisiz? Assalomu, yaxshimisizlar? Aka, assalomu alaykum. Akalarni soni keldi, bittadan like bosib yuboringlar. Kim? Bo'ldi, qattiq qo'yib yuboring. Sizdan olamiz, Farhod akani. Yaxshimisiz? Trenddan qolmaysiz? Xo'p, mana akalar qaranglar. Kichkina ko'rinyapti, kichkina ko'rinyapti. Mol o'zi mana 880 kilomi bu? 880 kilo. Ukalarimiz ham tonimagan odam bo'lmasa kerak shaharda. Xo'p, 880 kilo. Hozir 64 million qilyaptilar. Buni kallasini ko'tarmaysizmi? Mana. Mana akalar. Xo'sh, ketdik. Yengil. Hesabı. Onu yengilki evet. Ketdik.